Sarvar. Oxirigacha olib chiqardik, sotib yubordik. Do'stlar, mana shu eshik orqasida bir mo'jiza bor. Videoga bittadan like bosib qo'ysanglar, kirib ko'rsatamiz. Ketdik. Mana bu uzumlarni qaranglar. Hozir 28-dekabr, 2 kundan keyin yangi yil. Lekin 28-dekabrda xuddi yozda turgandek uzumlar turibdi. Bugun bozorga tayyorlash ekan joyga kelib qopmiz. Bu uzum qanaqa uzum? Damiski. Buni tepasi qanday yopilgan? Qanday qilib saqlashgan buni? Poya Aha. tashalgan, plyonka tashalgan, bo'z tashalgan, Tuproq tashalmagan. turpoq ham tashalgan. Turpoq ham tashalgan ekan. Ko'rib olasizlar, ha. 5 mashina turpoq ketgan ekan mana shu tokni tepasiga. O'zbekistonda eng katta uzum bilan ta'minlanadigan hududi bu Oltiariq bo'ladi va O'zbekistonda eng oxirigacha, eng uzoq muddat uzum saqlab beradigan hudud ham Oltiariq bo'ladi. Mana bu uzumlarni qaranglar. Olib keling kamerani. Uzumni qarang, xuddi yozda turgandaymiz. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa keyingi videolarimizda bundan ham uzoq saqlayotgan mana shunaqa hududlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Ular qanaqa pechkalar saqlaydi, qanday holatda saqlashadi, ular haqida ma'lumotlarni beramiz. Buni qaranglar, shakl berilyapti hozir, bozorga tayyorlab bepardoz ko'rsatma degan gap bor-ku. Pastga ketdi anchaginasi. Qaysi bozorga olib ketyapsiz buni? Toshkent. Toshkentga. Toshkent eski bozorga boradi. Nech pul sotyapsiz bu chiroyli uzumni olib borib? Nasibga yarasha. O'rtacha nech pul hozir narxlar? 70-80. 70-80 ming so'm. Chunki bu puliga arziydigan uzumlar, misol 30 mingdan ham topsiz bo'ladi uzumlar, lekin mana bu uzumlar uchun qancha pul to'lasangiz arziydi. Ammo rasxoti ko'p buni. Upakovkada. Upakovkadan, karobkada rasxotlari ko'p. Har bir kiloga. Hozir bu tagiga alohida buni qo'yasiz, podushka qilib. Mun qaranglar, alohida qo'yiladi ekan bu. Bu ham xarajat. Har bir kiloga 15 ming so'mdan ilatda. Har bir kiloga 15 ming so'mdan minadi ekan. Bu yashikka necha kilo solasiz? 4 kilo. Mun qaranglar. 20 kilo solish ham mumkin, lekin avaylab chiroyli qilib borishlik uchun 4 kilodan ortiq solishmas ekan. Mehnat qadrlash uchun bitta like bosib qo'yasizlar, uzum uchun alohida like bosasizlar. Mazasi zo'r.